Gidroplast ishlab chiqarish rahbari Ismatullo aka, milliy brendlarimizdan qay darajada e'tibor beringlar, hozir tekshirib ko'ramiz. Nechta xodim ishlaydi aka korxonada? Korxonada 200 dan ziyod. 200 dan ziyod, ha? Bo'ldi. 10 ta logotip ko'rsataman, 10 tadan 10 ta topsangiz 200 ta sovg'a beraman. Oho. Hamma xodimga tarqatamiz. Agar 10 tadan 9 ta topsangiz ham bitta sovg'a beraman. Kelishdingmi? Kelishdik. IPA. Nima ishlab chiqaradi? Nima bilan shug'ullanadi? Bu asosan qurilish asbob uskunalarini ishlab chiqaradi. Perforator, отбойник shunga o'xshagan. Bu saqish ishlab chiqarish, nima ichgan bu? Shunaqa. Artex bu brendni birinchi ko'rib turishim. Lekin nimadan Hypo ishlab chiqaradigan o'xshaydi. Admiral. Admiral Group. Yo'q, buni birinchi ko'rishim. Don mahsulotlari. Donni nima qiladi keyin? Un qiladi. Bilmadim. Birinchi. Choy. Davom yo'q ekanda, Alberti. Ichganman bu choyni. Namanganda brendi bormi? Yo'q, birinchi ko'rishim. Hozir betdan chiqib Ashaqqa boramiz. 10 tagacha borishim mumkin edi. Aka, Qo'qon halvasidan avvaliy halvada. Rahmat. Yutqisiz ham biz loyihada sovg'a olasiz. Shirinlik yaxshi-da, ko'ngilni ko'taradi. Endi ana shu Albertidan endi damlab berasiz hammaga. Hammaga yetadi bu. Va korxona uchun Admiral Groupdan sovg'a. Rahmat sizlarga. Kerak bo'lsa bildirib qo'yaverasiz. Ancha xursand bo'ldim. Ammo loyihani qilib yaxshi qilsalar, bu o'zimizda chiqqan, biz ham ishlab chiqaruvchimiz. Mahsulotlar reklamasini eng zo'rini tanlabsizlar. Bu hamma tanisa, o'zimizning mahsulotlarimizni o'zimiz iste'molga o'zimiz olsak, bu yana ham zo'r bo'ladi. Qo'llab-quvvatlash. Sizlarning ishlaringizga omad. Rahmat aka. Kelgusida yana rivojlanishni tilayman.